Ana shu sefga nechta pachka bor deb o'ylaysiz? Bu sefga bo'm-bo'sh. Egasini miyachasida, egasini miyasiga ham hech gap yo'q, o'zidan biznesmeni yoqqan. To'g'risida bu 150-biznes kasotga uchratib bitta atrofni sirachini ko'rsating, ofischani ko'riblar, finans qilganlar, lekin hech bir daromad, foyda yo'q. Bu odamning hayot davomida bitta biznesga o'xshagan, o'sha ham tavuq biznesga o'xshagan. Chunki bu odam tavuq boqib katta bo'lgan, kunlardan bir kuni bilan yerda o'g'dara kompayt yerda bobosidan qolib ketgan tillonni topganda bular o'zi tushunmagan sohalarga kirib biznes qilaman deydi, lekin ana bu mana 150-biznesni tiqayotgan joyga tiqdilar. Ana bu 9 ta boks qilganlar. Ana bu 14 sotirlik joy 9 ta boks qilganlar. Nima uchun qilganlarini o'zlari ham tushunmayaptilar. Ayni uylab ko'ryaptilar. Ana birinchi boksini ko'rsataman, bitta boksini qaranglar ana. 9 ta boksimizning razmeri 9 xil. Xullas kalom bu joyimiz 14 sotiq. Buxoro shahar 5-mikrorayon g'isht zavodda oldida joylashgan. Narxini mana qilib o'tilmaydi 300 ming, 400 ming dedim. Mana qilib aytdim, yo'q dedim. Mana qildim, ustiga qittiq qo'shdik, 167 mingga baholadik. Quyida nomerlarni qoldiraman. Agar uy ana shunaqa kasodga uchragan bizneslaringiz bo'lsa, o'zim sotib beraman sizlarga. To'g'risida qo'lingizdan keladigan ishni qilinglar. Uy sotmoqchi bo'lsa, olmoqchi bo'lsangiz, shunaqa joy poy nima bo'lsa, vatan bilan vijdonni sotmaymiz. Boshqa liboy narsani sotamiz. Qashang House ga murojaat qilinglar. Qana bo'ldi? Zakonimi? Zakon. Ketdik.